Я молодой, салам алейкум. Özbek, assalomu Ва alaykum. алейкум ассалам. Xush kelibsiz. Rahmat. Видите? Дорогие друзья, добрый день. Ну вот смотрите, сегодня 64-й фестиваль международный. Невозможно пробраться, народу очень много. Мне пришлось пройти вот с этой стороны.
shunday chiroyli, betakror o'ziga xos ochilishga guvoh bo'lamiz. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, вот такая прекрасная, эмоциональная, праздничное начало. Мы все поздравляем с Международным фестивалем цветов. Dear ladies and gentlemen, one more time you are welcome to our sunny country, and it's a big honor to see each of our guests. May the Flowers Festival be a blessing for us all. Let us now enjoy the artistic masterpieces to celebrate the land of flowers. Please enjoy. And now, dear ladies and gentlemen, we will continue our festival event. Xonimlar va janoblar, guvohi bo'lganingizdek, eng kutilgan, eng hayajonli daqiqalar tobora yaqinlashmoqda. Biz nufuzli mehmonlarimizni xo'sh, avtomobillar va bayramona paradni ko'rishga tayyormisiz? Tayyormisiz? Bravo. Albatta boshlaymiz. Yana bir bora assalomu alaykum muhtaram mehmonlarimizga, xush kelibsiz. Bugungi bayram va bayramona kayfiyat uchun bugungi bayram tashkilotchilariga, viloyat rahbariyatiga minnatdorlik bildiramiz. Va ayni daqiqalarda biz katta mamnuniyat ila 64-xalqaro gullar festivali ochilish marosimida sekin-astalik bilan eng hayajonli onlarni tomosha qilishga barcha aziz mehmonlarimizni sahnaga taklif etamiz. Mana shu turli millat vakillarini ifoda qiluvchi ajoyib ishtirokchilar va milliy doiralarimiz. Maydonga esa O'zbekiston bayrog'i kirib kelmoqda. Mana shunday bayramona kayfiyat, mana shunday vaqtli daqiqalar. Gullar ila bezatilgan namoyon bo'layotgan bayrog'imiz go'yo har bir fuqaroning yuragidagi muhabbatni, sadoqatni, fidoyilik hislarini ifodalab turibdi. Albatta, oq, ko'k va yashil ranglar gullar orqali yanada jozibali tarzda namoyon bo'lmoqda. Osmon kabi sof niyatlar. Biz mana shunday go'zalliklar bahramand bo'lmoqdamiz. Va albatta, keyingi o'rinda festival logotipi davraga tantanali ravishda kirib kelayotgan 64-xalqaro gullar festivalining mega logotipiga guvoh bo'lyapmiz. Bu timsol nafaqat festival ramziy belgisi, balki orqali Namanganning gulchilikdagi boy merosi ifoda topgan. Uning har bir chiziqida, har bir rangida gul kabi nozik, zebolik, xalqona samimiyat va yurtga bo'lgan muhabbat jo bo'lgan. Shuningdek, ko'rayotganingizdek, turli teatr artistlari, aktyorlar, qo'g'irchoq teatrlari, tarixiy obrazlarni gavdalantirgan bizning ijodkorlarimiz maydonda va kichkintoylarni so'nggi qo'ng'irog'i bilan tabriklayotgan, bugungi qo'shaloq ayyomni ifoda qilayotgan bitiruvchilar va birinchi sinfga qadam qo'yish arafasidagi yoshlar. Gulduros olqishlar azizlar. Bugungi qo'shaloq bayramda barcha bitiruvchilarni ham shundan muborakbod etamiz. Darhaqiqat, bugun Namangan shahrida haqiqiy bayram, haqiqiy bayramona kayfiyat. Ko'rib turganingizdek, zamonaviy animatorlar ham bu bayramga o'ziga xos rangin kayfiyat qo'shmoqda. Turli sohalarda yutuqlarni qo'lga kiritgan voliyning Namanganning eng faol yigit-qizlari O'zbekiston bayrog'i 64-an'anaviy gullar festivalining logotipi aks etgan oppoq bayroqlar bilan Namangan faxriy yoshlar maydonga kirib kelmoqda. Albatta, O'zbekiston bayrog'i qilib turgan mana shunday bayramona ruhda biz yana bir bor barchangizni chin dildan muborakbod etamiz. Haqiqiy bayram atmosferasi ko'z tegmasin. Biz esa yana bir ma'lumotlarni eshitamiz. Davrada gullar bilan bezalgan muhtasham yangi O'zbekiston monumenti o'z salohiyati va go'zalligini namoyon etmoqda. Tobora yaqinlashib kelmoqda. Tobora har bitta o'ziga xos taqdimot. Bayroqlar orasida Markaziy Osiyoning eng o'ziga xos bo'lgan qo'shnichilik an'analariga solib bo'lgan Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston Respublikasi va qardosh respublikalar bayroqlarini ham ko'ryapmiz. Va albatta mana shunday bayram
xos hissasi katta ekanligini inobatga olish kerak bo'ladi. Avtomobillar paradi ko'z o'ngimizda. Viloyatning ichki ishlari o'ziga xos shohona kortej bilan motoboychilarni maydonga olib kirmoqda. Ularning qo'lida esa O'zbekiston bayroqlari. Albatta, bayramona kayfiyatni taqdim etayotgan kortej. Biz mana shunday hayajonli ish bilan birga vaqtli daqiqalarda kortej haydovchilariga va albatta motoboy haydovchilarni ham shunday muborakbod etamiz. Qadrli mehmonlar, bugungi avtoparat va motoboychilarni olqishlar bilan qarshi olgaysiz. Avtomobillar paradi boshlanmoqda. Maydonga esa festivalning asosiy logotipi aks etgan avtomobil kirib kelmoqda. 64-xalqaro gullar festivalining mega logotipi aks etgan. Bu Turkistonda faqat festivalning rasmiy belgisi va Namangandagi ko'pchilikdagi boy merosi, yuksak salohiyati va xalqaro nufuzli namoyon bo'lmoqda. Uning har bir chizig'ida, har bir rangida gul kabi nozik, ziyoli, xalqona samimiyat va yurtga bo'lgan muhabbat jo bo'lgan. Ulkan logotip nafaqat ko'zni balki qalbni ham o'ziga rom etmoqda. Marhamat. Bemalol uyali futbollaringizni muhrlab olishingiz mumkin. 64 raqami va albatta logotip. Ayni daqiqalarda esa maydonga O'zbekiston bayrog'i aks etgan avtomobil kirib kelmoqda. Shu o'rinda Navruz voqeasini to'ldirib gullar bilan bezatilgan, barchamiz guvoh bo'layotgan O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i go'zallik. Va O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi eksklyuziv. Bunaqasi O'zbekistonda ilk marotaba. Uning ketidan esa yangi O'zbekiston monumenti stellasi. Shuningdek, dunyoning eng go'zal gullarga burkangan shakli, ya'ni globus. O'zbekiston xaritasi tantanavor ravishda namoyon bo'lmoqda. Yangi qiyofadagi zamonaviy aeroportning o'ziga xos qiyofasi gullarda ifoda etgan va albatta parvozga shaylanayotgan samolyotni ko'ryapsiz. Bunaqasi birinchi marotaba. Jamshid gullarning ajib va husnbonligi bilan bezatilganini ham ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda go'zallik va nafosat timsoli bo'lgan ulkan gul buket maydonga tantanavor kirib keldi. Chaqpalak esa 64 raqami bilan bezatilgan va bu yilgi 64-an'anaviy festivalning amaldagi ifodasi. Olma hamisha vodiyning ramzi sifatida ifodalangan. Namanganning olmalari butun dunyoda iftixor ramzidir. Shuningdek, ko'ryapsizki, qurilishlarga, bunyodkorlikka jalb qilingan transport vositalari ham Namangan viloyatining elektr tarmoqlari tomonidan bayramga o'ziga xos hissadir. Jamshid, ommaga qarang. Bu nafaqat bir mevalik namoyoni, balki yuzlab bog'bonlarning mashaqqatli mehnati, yerga bo'lgan muhabbati va tabiatga bo'lgan ehtiromining yorqin namunasidir. Shuningdek, Coca-Cola brendi bilan ham avtomobillarimiz sekin-astalik bilan gullar festivalida. Uzunlarni faqat yangi yilda ko'rardik, qarang gullar festivali. Ana endi yangi avtomashinalar. Retro kuzovdagi avtomashinalarda Namangan yoshlari sizlarga qo'l silkib omad tilamoqda. Ularning har birida gullar bilan bezatilgan yangi zamonaviy va retro kompozitsion avtomobillarga, elektromobillarga ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Ularning ayrimlarida esa sovg'a tasmalari aks etgan ajoyib kombinatsiya.
betakror parad. Ochiqni aytish kerak, janob hokim aytganlaridek bu yilgi parad va bu yilgi gullar festivali ham har yilgidan tamomila o'zgacha. Namangan ahli mehmonlari bunaqasi hali tarixda bo'lmagan, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz, har yilgidan-da qiziqarliroq, go'zalroq. Albatta, yana bir bor har bir tashabbuskorlarimizga mana shunday go'zallik uchun, mana shunday bayram uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Biz esa kortejga mana shunday go'zallik bilan kirib kelayotgan avtomobillarga guvoh bo'lyapmiz. Muhtaram vatandoshlar, qarang, har bitta avtomobil egasi albatta 64 yillikning sharafli raqamini o'sha kuzovda aks ettirishga harakat qilishgan. O'zbekiston bayroqlari hammasidan go'zalroq qilib beramoqda. Biz yana bir bor barcha ishtirokchilarni, bugungi tomoshabinlarimizni tarixiy onlar bilan tabriklaymiz. Namangan chin ma'noda gullar shahri ekanligini nafaqat mintaqa balki butun dunyoga ko'rsatmoqda. Jamshid, agar siz ham e'tibor bergan bo'lsangiz, tabiat, Namangan ahli, gullar, go'zallik, kortej, barchasi hamohang hamda uyg'un. Va eng muhimi quyosh panellari bilan bezatilgan, yoshlarning shaxsan o'zi ham ixtirochilikka asoslangan qator avtomobillarga ham guvoh bo'lardik. Bu an'ana davom etyapti. Ko'rib turganingizdek, hashamdor kortejlar orasida retro zamonaviy modellar, sedan kuzovidagi va albatta yo'l tanlamas kuzovidagi avtomobillar. O'zimizning milliy brendlarimiz, xalq uchun Damas avtomashinalari, Malibu va elektromobillar va albatta retro Moskvich avtomashinalarni ko'rib ham o'sha mashina ishqibozi bo'lgan o'sha yosh vakillari menimcha mamnun bo'lishadi. Bravo, juda ham chiroyli, ajoyib uyg'unlik. Bu gullar bilan bezatilgan afisha yana bir bor har bir insonning miyasiga tushadi. Agar aziz mehmonlar siz ham e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bir avtomobilga o'zgacha miya qilib berilgan, o'zgacha go'zallik taqdim etilgan. Yana bir bor har bir bog'bonlarimizga, mehnatsevar xalqimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Albatta, mehnatsevar xalqimiz va albatta tadbirkor xalqimiz signatlar bilan ular tomonidan bezatilgan avtomobillar karvoni kirib kelmoqda. Aslida har bitta soha vakillari bugungi bayramga o'ziga xos hissa qo'shishgan. Fursatdan foydalanib, bugungi tadbir ishtirokchilari O'zbekiston mehmonlariga yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Ladies and gentlemen, our dear guests, we hope that you like our national festival. Muhtaram mehmonlar, xonimlar va janoblar, yuk avtomashinalari odatda yo'llarda ham, cho'llarda ham albatta o'zining haybati bilan, lekin bugun gullar festivali bilan tamomila o'zgacha hissiyat olgan. Dear guests, ladies and gentlemen, please remind to the beauty of our land, to the beauty of these flowers. The Flowers Festival, 64th International Flowers Festival. And I would like to say to each of our guests, you are welcome to our sunny country. And if you're minding and if you're getting the attention to our beauty of the car procession. Menimcha har bitta mana shu kelgan mehmon Namanganning olmasi degan afsonaviy qo'shiqni yaxshi bilishadi. Bu nafaqat qo'shiqlarda, balki ajoyib maketlarda, gullar festivalining avtomobillarida ham aks etmoqda. Turli rangdagi retro, zamonaviy va bizning bolalikdagi avtomobillar ham qayta hayot yuzini ko'rayotgandek. Ular bilan ham gullar festivali tamomila o'zgacha. Please pay attention to the flag of the Republic of Uzbekistan, the colors of our past, the beauty of our heart, and of course the beauty of our land. And thank you to each for participating in our festival, Festival 64th International Flower Festival. Diqqat qilyapsiz, bugungi marosimda 500 ga yaqin avtomobillar, transport vositalari bezatilgan. Ularning har birida metr bor, har birida shaxsiy did va salohiyat bor, har birida o'ziga xos logistika namunasi bor. Fursatdan foydalanib, chin dildan mana shu
minnatdorlik bildiramiz. Pok tumani tomonidan ham mana shu avtokarvonga kayfiyatli va bayramona hissa qo'shilgan. Albatta Pok tumanidan kirib kelayotgan, albatta gullar bilan bezatilgan avtomobil. Mana shunday go'zallikka barchamiz guvoh bo'lyapmiz. Birin-ketin biz uchun tanish bo'lgan avtomobillar, hatto gullar bilan bezatilgan bo'lsa-da, ularga bo'lgan mehr kanada uyg'unlashgan. Va albatta mana shunday biz uchun tanish bo'lgan Jamshid va albatta notanish bo'lgan avtomobillarga ham ko'zimiz tushyapti. Bu albatta retro avtomobillar. Albatta, chunki bugungi o'ziga xos marosimda har bitta avtomashina alohida ishtiyoq va mehr bilan bezatilgan. Buni qarang. Ana endi tomoshabinlarimiz ham o'z o'rinlarini tark etib, shunday katta qiziqish bilan bugungi avtokarvonlarni paradini kuzatishmoqda. 64-an'anaviy xalqaro gullar festivali butun dunyodan yildan-yilga gul ishqibozlarini floristika olamiga, flora olamiga befarq bo'lmaganlarni chorlamoqda. Va bu jarayonda Zara bu yerdagi hamma inson yuzi gul ochilmoqda. Bu gul festivali barcha yuzida nur bor, siyo bor. Xuddi shunday shu o'rinda butun dunyoga ma'lum hamda mashhur bo'layotgan Namangan gullar festivali har bir yilda, har bir soniyada, har bir xalq, har bir millatning oldiga tushayotgan mana shunday bayram va albatta bayramona kayfiyat. Biz tashrif buyurgan har bir qadrli mehmonlarimizga shu tumanidan tashrif buyurgan avtomobil o'zgacha mehr, Jamshid, agar siz ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, har bir tuman o'zgacha mehrni taqdim etgan. Maydonga kirib kelayotgan har bitta avtomobil qalblarga huzur, ko'zlarga nur yo'qotmoqda va shu haq bilan ham gullar festivali har doimgidan ham kayfiyatli, har doimgidan ham betakror. Bugun hamma bu jarayonda ishtirok etyapti. Barcha ijodkorlar, videograflar ham bu tarixiy onlarda suratga olishmoqda va ko'rib turganimizdek ko'plab korxonalar, hududlar o'ziga xos bayramga hissa qo'shgan. Agar buni to'y deb oladigan bo'lsak, to'yga to'yona bilan o'tkazmoqda desak to'g'ri bo'ladi. Menimcha yurtimiz mehmonlari ham bu go'zallikdan bahramand bo'lib, ish-ishlardan g'ururlanishyapti. Yurtimizga bo'lgan muhabbatlari kuchaymoqda. Jamshid, biz esa yana bir bor yurtimizga tashrif buyurgan har bir mehmonlarimizga xush kelibsiz deymiz. One more time, you're welcome to Uzbekistan, our honorable guest. I think it's not your first and it's not your last visit to our country. I believe that I hope you will come and you will visit for the 63th International Flower Festival. Ladies and gentlemen, we wish you a nice mood. Дорогие друзья, мы желаем вам приятного просмотра. Pok tumanidan tashabbusni qarang, boshqa tumanga berish yo'q, qoyil. Hatto o'zlarining mobilograflari bilan ham bu jarayonlarni suratga olmoqda. Bravo! Bugun Namangan viloyatining barcha tumanlaridagilar kim o'zlariga o'ynashgan. Bayramga aynan shu kayfiyat, xuddi shu potensial kerak. Bravo! Bu tashabbuskorlik, bu bayramga hissadorlik tuyg'usi, xayrixohlik kayfiyati uchun sizlarga minnatdorlik bildiraman. Shuningdek, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, Namangan telekanali va vodiyning eng tillarida doston bo'lgan efirga uzatish tarmoqlarida to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda bugungi avtomobillar karvoni va biz shu tumanining imkoniyatni Pok tumaniga berib qo'yish istagida bo'lmagan retro kompozitsion avtomobillarni ko'rib guvoh bo'lyapmiz. Hammasi o'zgacha. Shu o'rinda Jamshid, bilasizmi, bir narsani e'tirof etish kerak. Namangan ahli go'zallikni sevuvchilar va albatta har bir festivalga o'z vaqtlarini ayamay tashrif buyurayotgan har bir xalqimizga, har bir millatimizga o'z minnatdorligimizni izhor etamiz. Mana shunday go'zallikni sevuvchilar, sizlar uchun kortej davom etmoqda. Sizning faoliyatingizga taalluqli har qanday yaxshi yangiliklar eshitganda bu qadar bizni mamnun qiladi va ishonchimiz komilki,
yildan yilga ularning faoliyatida, yashash tarzida, hayotida ham, hayolida ham faqatgina yuksalishlar bor. Aytgandek-ku, faqatgina dalalarda ko'ramiz biz kombayn yoki eskalator, yer kovlovchi transport vositalarini gullar bilan bezansa, binoydek transportga aylanadi qoladi. To'g'ri. Mana shu Namangan shahridagi gullar bilan bezatilgan avtokarvonlar paradiga kelishmoqda. Bayroqlarimiz bilan har qanday avtomashina, har qanday parad juda ham chiroyli bo'ladi. Agar yodingizda bo'lsa, ota-onalarimiz nikoh to'ylarida xuddi mana shunday chiroyli Volga avtomashinalarida yurib, xuddi bugungidek gullar bilan bezatilgan holda nishonlashgan va bugun xuddi shu tarixga qaytgandek bo'lyapmiz burada. Albatta, avtomobillarni ko'rib, har bir inson qaysi ma'noda xotiraga qaytmoqda, tarixga qaytmoqda. Biz mana shunday bayramona kayfiyatda yana bir bor go'zalligimizni taqdim etishda davom etamiz. Xo'sh, avtomobillarga menimcha Jamshid siz ko'proq yaxshi tushunyapsiz. Qaysi model? Победа, ko'pchilikni orasida yana ko'rish qiyin, o'zimizni ko'pchilikni ko'ryapmiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligining odatda biz uzoqdan rangini ko'rsak, ozgina hadiksiraydigan o't o'chirish mashinasi bugun tamomila bayramona qiyofada ular. Bugungi bayramda ham sirena bilan barchani bu gal ehtiyotlikka emas, bayram bilan tabriklashga go'yoki signal bermoqda. O't o'chiruvchi tashkilotlarga yer ish qolmasa biz xursand bo'lamiz. Muhtaram mehmonlar, avtomobillar paradi o'z nihoyasiga yetilayotgan bayram davom etadi. Ayni daqiqalarda biz viloyat hokimini va mutasaddilarni tantanali marosimning an'anaviy ochilish marosimining va'da qiluvchi qizil tasmasini qilib berishlarini so'ragan bo'lardik. Bugungi ishtirok uchun, bugungi mehmon navozligi uchun minnatdorlik bildiramiz va qator kunlar mobaynida Xalqaro gullar festivali yaxshi kayfiyatda butun dunyoda Markaziy Osiyodan mehmonlarni chorlashda davom etadi. And now, dear participants, would like to invite for cutting red ribbon for the official opening of the 64th International Flower Festival. Biz esa asosiy nufuzli mehmonlarimizni qizil tasmalarni qirqish marosimida ishtirok etishlari uchun qadrli mehmonlar ozgina maydonni kengroq ochishingizni so'ragan bo'lardik. Va ishonchimiz komil, bu tarixiy onlar yildan yilga taassurotlar bilan boy bormoqda. Fursatdan foydalanib biz ijodkorlar, betakror suxandon, ijodkor Zara Shirinova Va albatta barchamiz uchun ma'lum hamda mashhur bo'lgan professional diktor Jamshid Umurzoqov sizga ham alohida minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Barchangizni bugungi gullar festivali bilan chin dildan muborakbod etamiz. Bayram muborak bo'lsin. Yaqin daqiqalarda rahbariyat qizil tasmalarni kesishlari bilan festival rasman o'z eshiklarini barchaga ochadi. Azizlar, qizil tasmalarni kesish jarayonida rahbariyatni qo'llab-quvvatlaysiz deb umid qilamiz. Tobora viloyat hokimligi, bugungi tadbirning mutasaddilari aynan mana shu qizil tasma va hokimiyat shu o'rnatilgan mana shu marosimda ishtirok etish uchun yaqinlashib bormoqda. Bugun ko'rgan qizil bayram qiyofasini olgan Namangan tamomila o'tgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Tabriklaymiz. Ko'rishguncha xayr. Bayram muborak bo'lsin. Outro momento, olha.
Ассаламу алейкум. Yaxshimisiz Soya? Assalomu alaykum. Ну как у вас дела? Как впечатления? Orzu qilardim ko'rishi opamni. Добрый день, дорогие друзья! Ассаламу алейкум, азизларым. Orzu qilaman, Ну вот смотрите, очень много народу, проводится праздник цветов. Вот стоит моя подписчица, подошла, узнала меня, мы стоим, разговариваем о том, о сём. Ну вы понимаете, все Алишер снял, мы вам покажем. Меня в конце сейчас включили в это видео, потому что я стояла здесь со сторонки в холодке. Пройти туда мне невозможно было. Но я очень рада, что праздник прошел, все нормально, все красиво. И айранчик. Коко айран. Видите какой? Так, ну что, дорогие друзья, вышли мы с фестиваля. Смотрите, вот здесь вот уже продают цветы, а мы идем сейчас гулять куда-нибудь или домой пойдем отдыхать. Жара сильная.